uyda mebel ustalar bor edi. O'sha xizmat haqini berib kuzatib yuboray, keyin oldinga o'taman. Ha, bo'pti. Ha. Oh, chiroyli chiqibdi-ku. Shuncham bo'pti. Qo'y. Bunda narsa joyiga tushibdi. Assalomu alaykum. Dada yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Keldingmi bana? Ha, ustalar tugatib qolishdimi? Ha, bu qoldi shekilli. Oshxonada kuxinning donati ochildi. Ha, oshxonadami? Ha. Oh, qo'qinni ham chiroyli tushibdi. Bu qoldimi? Ha, aka, bo'ldik tayyor. Ha, bo'ldi-da. Yana necha pul berishim kerak edi? $1000 qolgan edi, aka. Navbatda hozir $600. Aha. $400 bir haftada kartizga tashlab yuboraman, bo'lyaptimi? Aka, siz bilan bunaqasi kelishmagan edik-ku. Ish tamomlaganimizdan keyin hammasini to'liq qilib beraman degan edingiz. Qolgan to'g'risini ham to'g'rilab beravering. Pulim bo'lganda to'g'rilab berardim. Kelishgan vaqtimizdan 2-3 kun oldin bitirib keldilar men bildi. Hayır o'zlar endi. Jini sabr qilib turib bir haftada kartizga tashlab beraman. Aka, bunaqa holat juda ko'p bo'lyapti-da. 3 kunda tashlab beraman, bir haftada tashlab beraman deyishadi, tashlab berishmayapti. Agar o'sha pullarni hammasini yig'ganimda hozirda yangi jentrab olgan bo'lardim, aka. Kamron, Agar o'g'lim bundoq qarab ol. dada shunda domla qarab oling hozir. Men qara Kamron bola. Ustani peshona terisi qurilmasdan usta haqqini berdim degan. Shuning uchun nafaqamni yig'ib qo'ydim. Norozi qilma, rozi qilyor. Menga 5,5 million pul. Hop, ber ustani rozi qil. Dada pensiyaga olib qo'yavering. Kartamda bor pulim. Hozir tashlab beraman. Puling bor ekan nima bermaysan? Endi ramaga shunaqa qilib turdim-da. Hozir tashlab yuboraman, rozi qo'raman. Tushdi-ya. Odamlarga ham qayrasan, pul bo'lib turib, bergisi kelmaydi-ya.